Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi kunda mingga yaqin yurtdoshlarimizni Zaporizhzhia deportlarini tekshirib, bugungi kunda Rossiyaga kirib kelishligiga o'z hissamizni qo'shdik. Hamda 200 dan ortiq yurtdoshlarimizni Zaporizhzhia deportlarini yechishga muvaffaq bo'ldik. Agarda sizlarni Zaporizhzhia deport tekshirish va ularning ishonchli yechish xizmatlari qiziqtirsa, ekraningizdagi raqamlarga Telegram, WhatsAppdan yozib murojaat qilishinglar mumkin. Bugungi videoda siz patentsiz ishlash qanday bo'ladi va patent atkaz bo'ldimi umuman yoki yo'qmi, shu savollarga to'liq javob olishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Migrant Akademiyasi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda sizlar bilan patentsiz ishlash haqida gaplashamiz. 2025-yil 20-martda Putin ukazi bo'yicha patentsiz ishlash qarori imzolandi va ushbu kundan kuchga kirdi. Ya'ni 2025-yil 20-martdan bu qaror kuchga kirdi. Patentsiz ishlash degani patent bekor bo'ldi degani emas. Do'stlar, hozir ushbu videoni oxirigacha to'liq ko'rsanglar, qanday holatlarda va qanday shartlarda patentsiz ishlash mumkinligi haqida batafsil aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar va tushunib olinglar aziz yurtdoshlar. Patentsiz ishlash deganda ikkita shart qo'ydi bu ukazda. Birinchi shart, migrant Rossiyaga kelgandan keyin daktiloskopiya, ya'ni barmoq izlarini topshirishga majbur va ikkinchi shart bu meditsinadan o'tish, ya'ni medosmotrdan o'tish bo'ldi. Va ushbu shartlarni amalga oshirgan migrant patentsiz ishlashga ruxsat degan endi ukaz chiqdi. Shu ukazni Putin imzoladi. Bu degani nima degani? Bu degani patent bekor bo'ldi degani emas aziz yurtdoshlar. Siz Rossiyaga kelib, daktiloskopiya topshirib, medosmotrdan o'tsangiz, patentingiz chiqqunicha siz Rossiyada ishlab turish huquqiga ega bo'lasiz aziz yurtdoshlar. Oldin patentga topshirib kelib ham patentingiz chiqishini kutishingiz kerak edi qonun bo'yicha. Patentsiz ishlashga umuman haqqingiz yo'q edi. Masalan, siz patentga borib, topshirib kelsangiz, uyingizda yotishingiz kerak edi. Qo'pol qilib aytganda, uyingizda dam olib, patentingiz chiqishini kutib yotishingiz kerak edi. Agar sizni ish joyida ushlab olsa, sizni deportatsiya qilishardi. Endi hozir siz patentga topshirib kelganingizdan keyin patentda обязательно medosmotrdan o'tiladi va barmoq izlari topshiriladi. Barmoq izlari topshirganingizdan keyin yashil kartochka beradi. Shu kartochkani o'zingiz bilan olsangiz va medosmotrdan o'tgan qog'ozlaringizni o'zingiz bilan olsangiz, siz bemalol patentingiz chiqqunicha ishlashingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Bu O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga ko'proq tegishli narsa, chunki ular patent bilan ishlaydi. Patent hech qanaqasiga bekor bo'lgani yo'q. Patent bekor bo'ldi, Putin ukaz chiqargani yo'q. Shu holatlarda bizni Tojikiston va O'zbekiston fuqarolariga amal qiladi. Ya'ni Tojikiston fuqarolari va O'zbekiston fuqarolari patent topshirguncha daktiloskopiya va medosmotr asosida ishlash huquqiga ega bo'ldi. Sizlardan iltimos qilib qolardim ushbu videoni ko'pchilikka tarqatishinglarni, lekin patent bekor bo'libdi, mana bu aka aytyapti deb tarqatmanglar aziz yurtdoshlar. Batafsil mana tushuntirib o'tdim. Qanday holatlarda patentsiz ishlasa bo'lishini. Bekor bo'ldi mana patent, ukaz chiqardi Putin deb ko'pchilik tarqatyapti, lekin u narsa bekor bo'lganligi emas bu yerda. Bu yerda bez patent qanday holatlarda ishlash mumkinligi haqida ukaz chiqqan. Bekor bo'lganligi haqida emas, shu narsani ham inobatga olasizlar aziz yurtdoshlar. Ushbu video sizlarga ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. To'g'ri va to'liq tushuntirishga harakat qildim aziz yurtdoshlar. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, ko'pchilikka tarqatib qo'yinglar va kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.